G'arb sayohat dunyosida zot kim eng yomon? Kim Di Gaoshou? Çağlarının en katı padişahı olan Yurun Sultan mı? Veya ki Sun Wukong'ni tağının astığı bastırıp koygan Xistettar tağının ilgisi Rulay Fozu mu? Veya ki 3 futbol Katar'daki Taishan Laojun evliya pişvası mı? Ularının hemmisi emas. Bu evliya olsa butkul G'arb sayohatdagi en katta, en sırlıq şahıs. Eserinin 5'inden bir çıkıdı, onunkin butkul eser tüyünce bu şahsının ismi mi, cismi mi çıkmaydı. Lekin butkul işlem muşunun münasebetlik, muşunun tesir gücüden ayırıp qarıqlı olmaydı. Yani butkul G'arb sayohat muşu evliyanın planlagan bir meydan şahmat oyunu. Bu yerdeki hemimiz amraq Sun Wukong olsa, faqat onun qo'lidagi bir peshka xolos. Endi menga gap chiqqandan keyin bilib qoldinglar qachon. Albatta bu shaxs Sun Wukongning eng dastlabki ustozi Puti Laozu. Junga Xiaoju shu Puti Zoduju, shu tazichi buzaychiga julimenlar. Endi bu yerda bu Puti Laozu necha kirdi, qanchalik yoshidi degan gap buning aniq ma'lumot yo'q. Lekin asardagi har qanday birsidimi uzun ömür ko'rganligi, har qanday birsidimi burun barliq kelganligi ma'lum. Mo'sh gap chiqsa, undaq bo'lsa Puti Laozu mushundaq yomon qoltis bo'lsa, nemishqu erish tutilmaydi Yurun Sultanning qishida veya Xistettar taqchiq Rulay Fozuning qishi tutilmaydi. Sharqimizning qurib bir eski g'arda turdi ekan, bu eski bir yerda unda yomon odam bo'lib qolsa deydi. Qaranglar, bu makon faqat bir vaqtlik makon. Faqat Sun Wukongni iborat bir peshkishni bir tarbiyalab o'tirib chiqadiganlar o'tkinchi bir makon. Shuning uchun Sun Wukong ketgandan keyin Puti Laozu qayta chiqmaydi. Sun Wukong izlab chiqib topolmaydi. Ya'ni bu yerda Puti Laozu ne ketdi desanglar, üst zamonning sirtiga chiqib ketdi. Sanje yeydi. Shuning uchun butkul G'arb sayohat uning o'ynagan bir maydon o'yini, biroq o'zi bu o'yinning sirtida. Shuning uchun bu yerda G'arb sayohatning o'zida Puti Laozuning biz bildigan shogirdlardan, masalan Sun Wukonglarimiz bilamiz, yana Talin Yumowang, Kushtungur Kalidi va Rulay Fozu, Amitabh Buddhami Puti Laozuning shogirdi. Yana Zheng Yuan Dashin, Ademga Yusinkelik ustozi Zheng Yuanzimi mushning shogirdi. Yana Sun Mingsheng, Jinghe ajdar shoirlar palich tutib oldigan palchi ustammi mushning shogirdi. Yana Yudi Zhenren mushlarning hammasi Puti Laozuning shogirdi. Puti Laozuning kuchi, sehr karomati, aql parasti üst zamondan olqib ketgan. Shunga bu üst zamonning sirtida turdi. Endi bu yer üst zamon degan nima desanglar, birinchisi Arish, ya'ni Yurun Sultan, Taishanlarda yashagan osmon. Ikkinchisi Zimin, biz yashayotgan yer. Üçüncüsü Yamarajanın dergahı. Yeni bu G'arb sayohati tasvirlanishcha har qanday bir avliyo va yoki olvasi yoki odam bo'lsin, va shu üst zamonning birsida bo'ldi. Ya osmonda, ya ziminda, ya Yamarajanın dergahida. Yurun Sultan shu butkul üst zamonning eng katta podshohi. Biroq Puti Laozu üst zamonning sirtida. Shung bular aralasholmaydi. Endi buni qanday tushunamiz deganda, buni paralel dunyo deb tushunamizlar. Veya ki Mars çıkıtı deb tushunamizlar, veya ki Fuzhou Liamontelik neba chiqdigu, shunday tushunamizlar. Tushunsanlar bo'ladi. Bundaqda G'arb sayohat nomli asari qiziqadigan do'stlar, meni qo'shib olgandan keyin qanday savolinglar bo'lsa, menga qoldirsanglar bo'ldi. Davomli mushaq fikrlashimiz, jibojanda davomli savolinglarga javob qaytarmang. Rahmat.